Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bu haftalik Istiqlol televiziyasi xabarlar programmamizga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men qarindoshinglar Mardan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, oldi bilan hammanglarning ro'za hayitlarini qizg'in tabriklaymiz. Biz Istiqlol televiziyasi guruhi bo'lish sifatimiz bilan dunyodagi butun musulmonlarning, jumladan Uyg'ur musulmonlarining hayit oyimini qizg'in tabriklaymiz. Shundaqla ro'za hayitni oila farzandinglar bilan xushal-xuram o'tkazishinglarga tilakdoshlik bildiraman. Aldı bilan xabarlarimizning qisqacha mazmunini tunishtirib o'tamiz. Sharqiy Turkistondan tunilgan mashhur diniy olim, shundaqla ma'rifchi Abdulhamid Damollamning Xitoy turmusida Xitoy tajovuzchilari tarafidan qiynab shahid qilinganligi to'g'risidagi xabarimiz bo'ladi. Erdo'g'onning iftor faoliyatiga Uyg'urlar qatnashdi. İftar fəaliyyətinə Şərqi Türkistan Maarif və Həmkarlıq Cəmiyyəti reisi Hidayətullah Oğuzxan əpəndi və Bilgi Üniversitesi oxutucusu Uyğur ziyalisi Murad Orxun əpəndi təklif bilan qatnaşdı. Xitayning Şərqi Türkistandakı ikinci qatımlıq məcburi salamatlik tekshirish dolqini gumon qo'zg'amoqda. Xitoy Şərqi Türkistanning janubini asosi qilgan holda 17 milyon 500 ming kishi məcburi salamatlik tekshirishga qatnashgan. Məşhur dini alim və ma'rifçi Abdulhamid Damollam Xitay saqchilari tərəfindən şəhid qılındı. Şərqi Türkistanda tunulğan məşhur dini alim və ma'rifçi Abdulhamid Damollamның Xitay təcavüzçü gücləri tərəfindən türmədə qiynab şəhid qılınğanlığı bildirildi. Şərqi Türkistanda tunulğan məşhur dini alim və ma'rifçi Abdulhamid Damollamның Xitay təcavüzçü gücləri tərəfindən türmədə qiynab şəhid qılınğanlığı bildirildi. Qashqar shahrida 1987 yildan boshlabla xalq boshqarishidagi til texnikum maktabi ochib, ilm ma'rifat o'rgatish bilan shug'ullangan. Sharqiy Turkistonda tunilgan mashhur diniy olim va ma'arifchi Abdulhamid Damollamning Xitoy tajovuzchilari kuchlari tarafidan turmada qiynab shahid qilinganligi bildirildi. Abdulhamid Damollam bundan 2 oy ilgari Xitoy soqchilari tarafidan tutun qilingan bo'lib, Erkin Osiyo radiosining xabaridan ma'lum bo'lishicha, 6-oyning boshlarida Xitoy soqchilarining so'roq qilib, qiyin qistoqqa elish jarayonida vafot bo'lganligi oshkorlandi. Abdulhamid Damollam tutqun qilingandan keyin uning oila quruvchisi G'ofurjon Zimin ismli soqchi bilan birlikda bir guruh Xitoy soqchilari tarafidan nazorat ostiga elingan. Egalligan usullarda Abdulhamid Damollam 1996-yili ochgan til texnikum maktabi majburiy taqib etilgan vaqtdan boshlabla oilasi nazorat qilinayotgan bo'lib, yaqinqi yillarda uyining oldida 2 soqchi muqim turib, uyga kirib chiqqanlarni maxsus tekshirdiganligi ma'lum bo'lgan edi. Bu voqeani yaqindan bildigan shohidlarning bildirishicha, Abdulhamid Damollamning Qashqar shaharlik shahar qo'g'dash idorasining siyosiy bo'limidagi Abdusalom Ablimov tutib ketganlik va uning qo'lda shahid bo'lganligini ilgari surdi. 23-iyun juma kuni Xitoy tajovuzchilari tomonidan tutqun qilinib, chidovsiz qiyin qistoq ichida shahid qilib o'tilgan Sharqiy Turkistondagi mashhur diniy olim va ko'zi ko'ringan ma'rifchi Abdulhamid Damolla hojimga g'oyibona jinoza namozi o'qildi. Jinoza namozi Anqara e'tiqod erkinligi munbiri a'zolarining uyushtirishi bilan Anqaradagi Hoji Bayram jamoasida o'qildi. Namozga Anqarada turayotgan Uyg'urlar bilan birlikda nurg'unlagan turklar, e'tiqod erkinligi munbiri a'zolari va boshqa qarindoshlarimiz qatnashdi. Janoza namozi o'qilib bo'lgandan keyin e'tiqod erkinligi munbiri a'zolari Allohu akbar degan jaronliq takbir sadolari ichida Xitoy tajovuzchilarining Uyg'ur musulmonlari ustidan elib berilayotgan zulm va qirg'inchilikka qarshi unutilgan mazlum tuproqning ismi Sharqiy Turkiston degan xatlar yozilgan plakatlarni ko'tarib, shuarlarni to'lab namoyish elib borgandan keyin axborot e'lon qilish yig'ini ochib, bayonot e'lon qildi. Bayonotda marhum diniy olim va ma'arifchi Abdulhamid Damolla hojimning hayot tarixi va Xitoy zulmi ostida beshiga kelgan har xil musibatlar o'tirib qo'yilib, hayotining oxirgi minutlarimi yana Xitoy tajovuzchilarining zulmi ostidagi qiyin qistoqlar natijasida vafot bo'lganligi bildirildi. Bayonotni Sunar Kartal o'qigan bo'lib, kommunist Xitoy tajovuzchilarining chekni oshgan zulmlarining to'xtamasdan davom qilayotganligini tilga olib, "Ey Xitoy tajovuzchilari, biz bu yerda turib sizlarga shunda xitob qilamizki, sizlar insonlarning eng aqalli haqli huquqlaridan biri bo'lgan yashash huquqini tortib oldinglar. Turmanglar,
mazlum va begunoh Sharqiy Turkistonlik bilan to'ldi. Öz dini va madaniyati bilan hayot kechirishdan boshqa ish faoliyati bo'lmagan kishilarga shu qadar ig'iz zulmlarni qilib va tajovuzlarni qilib, ularni qatl-am qildinglar. Ulardan shu qadar qo'rqdinglarki, hatto Uyg'urlarning sarangi ishlatishini chekladinglar. Tarixda shu qadar zulmlarni qilgan zolimlardan Fir'avnlar, Namrudlar qanday halok bo'lgan bo'lsa, sizlarmi ham shulardek yoki ulardan battarroq halok bo'lasizlar degan iboralar bilan so'zini oxirlashtirgan. Sharqiy Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati Abdulhamid Damollam haqida bayonot e'lon qildi. Sharqiy Turkiston Ulamolar birligi va Sharqiy Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati marhum Abdulhamid Damollamning Xitoy tajovuzchilari tomonidan qiyin qistoqqa aylanib shahid qilinib etilganligi munosabati bilan ayrim bayonot e'lon qildi. Sharqiy Turkiston Ulamolar birligi va Sharqiy Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati marhum Abdulhamid Damollamning Xitoy tajovuzchilari tomonidan qiyin qistoqqa aylanib shahid qilib etilganligi munosabati bilan ayrim bayonot e'lon qildi. Bayonotda mundaq deyilgan: Sharqiy Turkistonning yaqinqi 40 yillik diniy hayotida izchil holda to'rdan o'rin elib kelayotgan mashhur ulamo, Qaysar islohotchi, tunilgan ma'rifatparvar zot Abdulhamid Damul hojimning Xitoy turmusidagi qiyin qistoqlar natijasida shahid bo'lganligidan cho'nqur qayg'urish ishida xabar topdik. Marhumning ruhi shod, joyi jannat, maqomi firdavsul a'la bo'lg'ay. Amin. Bu munosabat bilan marhumning oila tavobatlari, yaqin yo'riqlari va butkul Sharqiy Turkiston xalqiga cho'nqur ta'ziya bildiramiz. Marhum ustozimiz Abdulhamid Damollam Qashqar viloyati Ko'ni shahar noyasiga qarashliq Buloqbeshi yezisida dunyoga kelgan bo'lib, keyincha Qashqar shahri ichiga ko'chib kelgan. U Sharqiy Turkiston tarixining eng zulmatli yillarining bir qismi hisoblanadigan atalmish madaniyat inqilobi mezgilida nihoyat qiyin sharoit ostida Zaynul Abidin Mavliy Damollam, Abdurashid Qori hojim qatorliq ulamolardan ilm tahsil qilgan. Vaziyat bir qadar yumshagan 1984 yillaridan tortib Sharqiy Turkistondagi an'anaviy vaz-nasihat va xutba o'qish uslubiga xotim berib, Sharqiy Turkiston musulmonlarining saqlanayotgan masalalarini tepib chiqib, bevosita isloh qilish uchun kuch chiqargan. 1994 yildan 1997 yilgacha o'zi bino qilib chiqqan 9 tash masjidida xotib bo'lgan. 1980 yillardan boshlab uyiga nazarband qilingan. 1996 yilgacha bo'lgan jarayonda yuzlarcha ilg'or fikrlik diniy ziyolilarni yetishtirib chiqqan va jamiyatning yangicha fikr qarashlari bilan to'shishiga turtkilik rol o'ynagan edi. 1998 yili Qashqar shaharlik xalq boshqarishidagi til texnika maktabini qurib, har xil chet el tillari, doktorlik, sistralik, pildeshirlik kasblari bo'yicha kasb ahlining yetishib chiqishiga ul salgan va buningga yondashtirib til texnika maktabi doktorxonasi degan nomida ilg'or uskunlar saplangan bir doktorxona qurib chiqib, diqqatini kambag'allarni davolashga markazlashtirgan. 1996 yili 11 oyning 13 kuni Xitoy bosmachi kuchlari qurolliq bostirib kelib, maktab va doktorxonani taqib etib, Kommunist partiyaning siyosiy maktabiga aylantirgan. Maktabning butkul o'quvchilari avtobuslarga silinib, Sharqiy Turkistonning har qaysi viloyatlaridagi uylarigacha olib o'tish usuli bilan tarqoqlashtirilgan. Damollam maktab qurilgandan tortib taqib etilgacha bo'lgan jarayonda maktabning nazoratchilik vazifasini o'tagan. Xitoy doiralari maktab taqib etishga ulabla Abdulhamid Damollamni imomlik, xotiblik, nikoh qilish, hatto ism qo'yish bo'lgan barliq huquqidan mahrum qilgan va buning bilan qolmasdan uni Qashqar shahridagi Choskochi boshqarmasi Jonqo'rg'on mahallasidagi uyiga nazarband qilib, ishki oldida muqim 2 soqchini o'rlashtirgan. Igilinishcha, marhum ustoz Abdulhamid Damolla hojim buningdan bir qancha oy ilgari Xitoy doiralari tomonidan 20 yil nazarband qilingan uydan tutib ketilgan. Ilgari turmidagi qiyin qistoqqa bardoshlik berolmay 80 yoshining oldi keyinda shahid bo'lib ketgan. Biz marhum ustozimiz Abdulhamid Damollamni rahimsizlarni shahid qilib etgan Xitoy bosmachi hokimiyatining kuchli shaklda ayblaymiz va Sharqiy Turkistondagi zulm siyosatiga darhol xotim berishga chaqiramiz. Shundaqla butkul dunyo musulmonlaridan mahsharda yeri qarab qolmaslik uchun bo'lsa-mu, Xitoy hokimiyatining Sharqiy Turkistondagi zulm siyosatiga norozilik bildirishini, Sharqiy Turkiston musulmonlariga ega chiqishini, dini islom, o'zi musulmon, millati Uyg'ur bo'lganlik uchunla turmlarda chirib ketayotgan minglarcha, 10 minglarcha Sharqiy Turkistonlikning ohiga quloq solishini talab qilamiz. Biz marhum Abdulhamid Damollam to'g'risida Sharqiy Turkiston ulamolar birligining bayonotchisi ustoz Abdusalom olim bilan suhbat olib bordik. Hammadan burun bu musibatli xabarga
Allah subhanahu wa ta'ala bendelerge ügetken talimat asasıda inna lillah ve inna ileyhi raci'un. Yani biz Allah taraftan keldik. Demek Allah bizni yarattı ve yani biz Allah'a qaytımız. Degen musibetke uçurgan vaqtimizda Allah'ın bizge ügetken teselli sözü bilen sözümni başlayayım. Ve şundaqla ustazimiz ve merhum Abdülhamid Damullamninki aile tavabaatlarına, urug' tuqqanlarga ve şundaqla o kişini yiroq yaqindan bilgen, mushu musibetde o'xshash haza tutuyotgan, bearam bo'layotgan barliq mu'min qarindoshlarımga Allohdan sabr so'rayman. Albatta bir olimning yo'qolishi bir millat uchun epatqa vaqtida eng cho'ng yo'qotish hisoblanadi. Payg'ambar alayhisalomdan bizlarga qolgan eng cho'ng boyliq ilim boyligi bo'lib, Payg'ambar alayhisalom aytgan, payg'ambarlardan mol dunyo miros qoldirilmaydi, balki ulardan ilm miros qoldirildi deb. Ya'ni ilm egallagan va islom dini uchun xizmat qilgan va shundaqla o'zining millatiningki xato yo'llarini, xato ketib qolgan yerlarini ularga to'g'ri ko'rsatib, ularning parlaq kelgusi uchun yo'l ochib bergan, yo'l ko'rsatib bergan va o'zining axloqi bilan, o'ziningki ilmi bilan va o'zining donoligi bilan xalqini qo'llab, qo'g'dab ve ularga yo'lbosh bo'lib kelgan olimlarimiz albatta bizlar uchun intayin qimmatli. Bunda ahvolda biz albatta ulamolar, Sharq Turkiston ulamolar birligi tarafidan bu olimimizningki bizning oramizdan yo'qolganligi, haqiqatan o'zimizningki afsuslanganligini bildirish va mushu zulmni xalqarada buni tarqitish orqali musulmonlarningki va shundaqla musulmon davlatlarininki Xitoyninki haqiqatini, ularning dinga bo'lgan dushmanligininki haqiqatini anglitishni maqsad qilib biz bu bayonni anglatdik. Albatta bizning xalqimiz bu xabardan hammasi xabar topdi. Balkim ichidagilar, vatan ichidagilar bularning xabar topmagan bo'lishi mumkin. Vatan sirtida asosli butun dunyoda yashayotgan barliq Sharq Turkistonliklarning hammasi bu xabardan xabar topdi. Hammasi bearam, g'amkin bo'layotimiz. Albatta ustozimizningki va marhumninki shahodatinin qabul bo'lishini tilovatimiz, oila bolalari uchun tasalli va sabr so'ravatimiz Alloh subhanahu va taoladan. Alloh subhanahu va taolo bizning beshimizga kelgan, bizning xalqimizning beshiga kelgan bu kulfatlarni albatta ko'tarib o'tkisi. Allohning marhamatiga bo'lgan umidimiz qilchimi tavrab ketmaydi, qilchimi ojizlab qolgani yo'q. Lekin biz o'zimizningki to'g'ri bo'lgan yo'llarda ikkilanmasdan o'zimizningki g'oyasiga qarab to'xtamay davom qilishimizni bizga yeni bir qatim eskartadigan bir ochiq bir saboq deb qarasak bo'ladi. Erdoğan'ın iftarlık faaliyetiga Uyg'urlarmı taklif bilan qatnashdi. İftar faaliyetiga Sharqiy Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati raisi Hidayatullah Oğuzxon va Bilgi universiteti o'qituvchisi Uyg'ur ziyolisi Murat Orxun apandi taklif bilan qatnashdi. Erdoğan'ın iftarlık faaliyetiga Uyg'urlarmı taklif bilan qatnashdi. 21 iyun günü Türkiye reisi Recep Tayyip Erdoğan Türkiye reislik sarayida Türkiye'deki en çoğun ommaviy teşkilatlarının mas'ullarını taklif qilib iftar ziyafati berdi. Ziyafetga İstanbul'da faoliyat elib borayotgan Sharqiy Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidayatullah Oğuzxon va Bilgi universiteti o'qituvchisi Uyg'ur ziyolisi Murat Orxun apandi taklif bilan qatnashdi. İftar ziyafetidan keyin Hidayatullah Oğuzxon yaqinqi mezgillarda Sharqiy Turkistonda yuz berayotgan ahvollar va Uyg'urlar duch kelayotgan masalalar to'g'risida tayyorlangan maxsus dokladni Erdo'g'onga berdi. Hidayatullah Oğuzxon iftar faoliyat kelgan har qaysi ministrlar, parlament a'zolari va Turkiyadagi cho'ng tashkilotlarning vakillari bilan uchrashib, birlikda iftor qildi. Faoliyatda Reis Erdo'g'on so'z qilib, mağfiret işleri içildiğin, dua ve tevbeler kabul kılındığın bu mübarek kadri kişisinin Türkiye ve dünyanın her qaysı taraflardaki Müslümanlarının yaxşılık ve hatırcamlık ködürü için sebep oluşunu Allah'tan tileydiğanlıqını bildirdi. Erdoğan sözde yana devletlerdeki zulüm ve besimler tüpeyildin öz vatanlarından kaçıp çıkıp bizden devletimizin panah tilegen musafirlarga her qaçan iyi bulup kelyatqanlıqını ve bu hizmetini ahırgacha davamlaştırdıqanlıqını ta'kidlab o'tdi. Bundan 2 yıl ilgari Türkiye Baş Ministri Bin Ali Yildirim Türkiye'deki eng cho'ng ommaviy tashkilotlar mas'ullariga iftorlik faoliyati bergan bo'lib,
Bu faoliyatkimi Sharqiy Turkiston Ma'arif hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatullo O'g'izxon taklif bilan qatnashgan edi. Sharqiy Turkiston kechisi ve medeniyet ko'rgazma faoliyati o'tkazildi. Anqarada Uyg'urlarni tunishtirish maqsadida Sharqiy Turkiston kechisi ve medeniyet ko'rgazmasi faoliyati o'tkazildi. Anqarada Uyg'urlarni tunishtirish maqsadida Sharqiy Turkiston kechisi ve medeniyet ko'rgazma faoliyati o'tkazildi. 17-iyun kuni Anqarada Kechurun belediyesining o'rlashtirishi bilan 8 navbatlik Sharqiy Turkiston kechisi ve medeniyet ko'rgazma faoliyati o'tkazildi. Faoliyatga Kechurun belediyesi raisi Mustafa Akmo qatnashgan bo'lib, faoliyat uchun kelgan Sharqiy Turkiston o'smirlarini qizg'in kutib oldi. Hamda echilish murosimini so'z qilib, Muborak Ramazon oyining oxirgi 10 kunlaridagi ulug' qadri kechisini tepish uchun tirishchanlik ko'rsatadigan oy va kunlarda o'tkazilgan bu faoliyatni tabriklaydiganligini, Alloh taolodan oldimizga keladigan hayotni birlik, barobarlik, qarindoshlik, tinchlik va baxt ishida o'tkazishga nisb qilishni tilaydiganligini bildirdi. Bu faoliyat Anqaradagi Kalaba kanat maydonida o'tkazilgan bo'lib, Sharqiy Turkiston Ma'arif hamkorlik jamiyatining o'rlashtirishi bilan Uyg'ur o'smirlari qatnashdi. Faoliyatda Sharqiy Turkistonning har xil madaniyat va urf-odatlari tunishtirish bilan birga Uyg'ur o'smirlari milliy xoslikka ega bo'lgan numurlarni ko'rsatdi. Xitoyning Sharqiy Turkistondagi ikkinchi qatimliq majburiy salomatlik tekshirish to'lqini gumon qo'zg'amoqda. Sharqiy Turkistonning janubini asos qilgan holda 17 million 500 ming kishi majburiy salomatlik tekshirishga qatnashgan. Sharqiy Turkistonning janubini asos qilgan holda 17 million 500 ming kishi majburiy salomatlik tekshirishga qatnashgan. Xitoy kommunist diktator hokimiyatining zuvoni bo'lgan Tangritog' to'g'ri bildirishicha, Sharqiy Turkistonda ikkinchi qatimliq atalmish umumiy xalq salomatlik tekshirish xizmatining boshlanganligi xabar qilingan. Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur aholisini asos qilib elib berilayotgan bu salomatlik tekshirish nomidagi maxsus harakat 2016-yil 9-oyda boshlangan bo'lib, Xitoyning bu haqda bergan xabarida birinchi qatimlik tekshirishga jami 1 milliard 499 milyon Xitoy puli ajratilib, 2017-yil 2-oygacha 17 Sharqiy Turkistonning janubini asos qilgan holda 17 million 500 ming kishi majburiy salomatlik tekshirishga qatnashgan va tekshirish vazifasining 100% o'rlanganligini bildirgan. Bu qatim elib berilgan ikkinchi qatimliq salomatlik tekshirish xizmatlari yanla Sharqiy Turkistonning janubidagi Xotan, Qashqar, Otush va Oqsudan iborat 4 rayonni asos qilib elib berilgan bo'lib, bu qatimki tekshirishga 21 milliondan ortiq kishining bu qatimki tekshirish doirasida ekanligi bildirilgan. Ma'lum bo'lishicha, bu qatimki tekshirishga yana yangidan bir qancha tur qo'shilgan bo'lib, buning ichida Sharqiy Turkistondagi yerlik kasalliklar va uning tizimligini tuzish hamda uni tekshirib bekitish, yangi nikohlangan va tug'ut yashaydigan ayollarni maxsus injiklab tekshirish, ko'krakni rentgenga tekshirish qatorliqlar bor ekan. Sharqiy Turkistonda elib berilayotgan bu xil ahvol kuzatuvchilarning jiddiy turda gumonini qo'zg'agan bo'lib, yaqinda Dunyo kishilik huquqini kuzatish tashkiloti bu haqda dokument e'lon qilgan. Dokumentda Xitoy tajovuzlari Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarni asos qilgan holda 40 million kishining DNA uchturini ambarlashtirib bo'lganligi va bu ishlar rayondagi Uyg'urlarning xabari va rozilik bo'lmagan holda elib berilganligini bildirgan. Bundan boshqa yana Tabiat jurnalimi Sharqiy Turkistondagi Xitoy tajovuzlarining Uyg'urlarning DNA uchturlarini betaraf qilish uskunlariga oid uchturlarga asosan maxsus tekshirish maqolasi e'lon qilgan. Tadqiqotchilar va kuzatuvchilar Xitoyning bu xildagi atalmish salomatlik tekshirish bahonasida g'oyat zo'r mablag' va kuch bilan elib berilayotgan harakatining to'liq gumonliq ekanligini, buning faqat Uyg'urlarning DNA uchturini xuplash orqali siyosiy muddaosi uchun ishlatish mumkinligi borligini, hatto maxsus Uyg'urlarni untusiz yo'q qilish haqidagi bir suiqasd planning bo'lish ehtimolligini yo'q degil bo'lmaydiganligini bildirishmoqda. Sharqiy Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati iftor ziyofati berdi. Ramazon oyining barakati bilan Sharqiy Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati rahbari va hay'at a'zolari iftor ziyofatida jam bo'ldi. Ramazon oyining barakati bilan Sharqiy Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati rahbarlari va a'zolari iftor ziyofati jam bo'ldi. 19-iyun kuni kechda Sharqiy Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyatining o'rlashtirishi bilan o'zaro iftorlik faoliyati o'tkazildi. Faoliyatga jamiyat raisi Hidoyatullo O'g'izxon, sobiq parlament a'zosi Professor Jalol Arbay
va jamiyatning rahbarlari, barliq a'zolari birlikda va bir qism aktiv muhim shaxslar qatnashdi. Faoliyatda iftor boshlanishdan burun Qur'oni Karim tilovat qilindi va jamiyat raisi Hidoyatulloh O'g'uzxon so'z qilib, bu iftor faoliyatining o'zaro uchrashish orqali qarindoshlik rishtasini mustahkamlashni maqsad qilib uyushtirilganligini, zulm va assimilyatsiya siyosatlarining kundan-kunga eshib berishiga qarshi o'zimizda birlik va jasorat, shundaqla tavranmas ruhni yetildirishimiz lozimligini ta'kidlab o'tdi. Hamda bu da'voning yolg'iz bir shaxs yoki ma'lum jamiyatning vazifasi bo'lib qolmasdan, balki hammamizning o'rtaq majburiyat ekanligi. Buning uchun bir-birimizni qo'llab-quvvatlashning to'liq muhim ekanligini, Allohning yordamining mana shundoq jamoatlashgan, birlashgan va o'zaro yordamda bo'lishganlarning ustiga tushadiganlik. Shu sababdan buningdek yaxshilik iroda qilingan faoliyat va so'rovlarning ko'plab bo'lib turishi lozimligi haqida to'xtaldi. Hidoyatulloh O'g'uzxon so'z yana aramizdan vaqtsiz ayrilgan marhum ustoz Abdulhakimxon Maqsum hojimni eslash bilan birga u kishining qoldirib ketgan miroslarga varis qildiganligini, Allohdan ustozning gunohini mag'firat qilishini, qabrisini jannat bog'chilaridan bir bog'chiga aylantirib berishini va Firdos jannatlarida qilishni tilash bilan birga mushundoq ulug' kunlarda biz bilan birga bo'la olmaganlikdan ko'ngil yerim bo'lgan ustoz va jamoat arbobi Abduqodir Yapchonni hurmat va sig'inish bilan yod etadiganligini, pat fursatda oramizga qaytib kelishini Allohdan tilaydiganligini hamda bu da'vo sababidagi barliq bo'shliqlarni to'ldirishni umid qildiganligini bildirib o'tdi. Orqadan professor Jalol Arbay so'z qilib, ayni vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalari beshidan o'tkazgan hijrat kechirmishlari, Madinaning shu vaqtdagi qisqacha ahvoli, muhojirlar bilan ansarlar va yerlik yahudilarning nisbatlari haqida to'xtalib, davrimizda Xitoy tajovuzchilari tarafidan tasavvur qilg'usiz zulmlarga uchrayotgan Sharqi Turkistonlik musulmonlarning hijratlarini qisqacha solishtirib o'tdi. Hamda Sharqi Turkiston muhojirlarining qandoqdir o'z vatanida yashay olmaganlik yoki dunyo manfaati uchun emas, balki islomiy mavjudlikni saqlab qolishdan ojiz kelganlik uchun faqat iymonini qo'g'dash maqsadida hijrat qilganligini tilga oldi. Mehmonlar bu yig'ilishga yig'ayotgan yomg'irga qaramasdan to'liq qatnashgan bo'lib, nihoyatda qizg'in kayfiyat ichida iftor faoliyatini oxirlashtirib, uylariga qaytishdi. İstanbul'da açılgan musafirlar yığınında Uygur musafirlar meselesi mi oturga koyuldu? Dünya Musafirlar Günü münasebeti bilen İstanbul'da açılgan Türkiye'deki musafir ve muhacirlarının kıyınçılık meseleleri doğrusunda açılgan muhbirlerini kütüveliş yığınında Uygur muhacirlar mı gün tertipke geldi ve meselelerini hal kılış için Türkiye hükümetine çağrı kılındı. 20 iyun günü Dünya Musafirlar Günü münasebeti bilen Türkiye'deki Halkara Musafirlar Hakları Cemiyeti, İHA İnsani Yardım Vakfı, Sharqi Turkiston Ma'arif va Hamkorlik Jamiyati qatorliq jamiyatlar Turkiyadagi musofirlar duch kelayotgan qiyinchiliklar haqida muxbirlarni kutirish yig'ini uyushtirgan bo'lib, bu yig'inda musofirlar, jumladan Uyg'urlar, O'zbek, Chechen va Suriya turkmanlari duch kelayotgan qiyinchiliklarning jiddiy hal qilinishi to'g'risida hukumatga chaqiriq e'lon qildi. Turkiyaning Istanbul Fatih'da o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'iniga Xalqaro Musofirlar haqlari jamiyati, İHA İnsani Yardım Vakfı, Sharqi Turkiston Ma'arif Hamkorlik Jamiyati qatorliq 27 jamiyat va tashkilotlar vakillari qatnashdi. Yig'inda Xalqaro Musofirlar haqlari jamiyati raisi Uğur Yildirim, İHA İnsani Yardım Vakfı raisi Bülent Yildirim va Sharqi Turkiston Ma'arif Hamkorlik Jamiyati raisi Hidoyatulloh O'g'uzxon so'z qildi. Axborot e'lon qilish yig'inida Sharqi Turkiston Ma'arif Hamkorlik Jamiyati raisi Hidoyatulloh O'g'uzxon so'z qilib, Sharqi Turkistonliklarning intayin qiyin bir ahvol turayotganligi, ko'plagan Sharqi Turkistonlik ayol va bolalarning tutib turish o'rinlarida ekanligi, Xitoyning Turkiyaga diplomatiya vositasi bilan bir yozma yo'llab, orqadilla jamoat arbobi Abduqodir Yapchon tutib ketilib, 8 oydan beri chegaradan chiqarib o'tish markazida tutib turilayotganligi. Aniq mahkama qarori bo'lmagan bo'lsa-mu, ammo bu Sharqi Turkistonlik jamoat arbobining hali ham shu yerda ekanligi, bu masalaning jiddiy hal qilinishini umid qildiganligini bildirdi. Axborot e'lon qilish yig'inida Xalqaro Musofirlar haqlari jamiyati raisi Uğur Yildirim so'z qilib, bugun kundagi musofirlar duch kelayotgan qiyinchiliklarni bilib turayotganligini, bu yil kirgandan buyon dunyodagi musofirlar sonining texmi ko'payishiga erishib, ular duch kelayotgan qiyinchiliklarning o'z navbatida eshib berayotganligini, shunga nazarning bu sohaga og'dirilishi kerakligini bildirdi.
u so'zida bexatarlikni da'vo qilib turib chegaradan chiqarish qarori chiqarayotganligini. Bu qaror natijasida musofirlarning bexatarligi og'ir tahdidga duch kelib, ularning o'zini qo'llash huquqining yo'q qilinayotganligini, qaror va terror voqealari sababidan maydonga kelgan sezgurlik ba'zi yomon niyatli kishilarning suiiste'mol qiladigan vositaga aylanib qolganligini tilga olgandan keyin mundoq dedi. Yığında kimlik, iqomat yoki shuningdek narsalar bo'lmagan kishilar gumon ob'ekti bo'lib, zulm va qo'pol muomalalarga uchrab, chegaradan chiqarib o'tish xavfi ichida yuraklari azoblanmoqda. Biz bu munosabat bilan Turkiyada va dunyoning boshqa yerlarida o'z vatanlaridan ayrilib, musofirlik o'tida pushlanayotgan muhojirlarni asos qilgan holda, ularning yashash huquqining oyoq osti qilinmasligini kafolatga ega qilish uchun Turkiyadagi ommaviy shaxslar, ommaviy tashkilotlar ve cemiyetler bilan birlikte İslam dünyasının rehberlerini ve başka teşkilatlarını xalqarалық tertip ve yüz beriyotgan meselelerini hal qilishda öz vazifasini ado qilishga chaqiramiz. Qirg'izistonlik Uyg'urlar Sharqiy Turkiston haqida kollektiv duo qildi. Qirg'izistondagi Uyg'urlar bir yerga to'plashib iftor faoliyati qilgan bo'lib, mazlum Sharqiy Turkiston haqida kollektiv duo qildi. Ramazanның oxirgi kunlarida Qirg'izistondagi Uyg'urlar bir yerga to'plashib iftor faoliyati olib borgan bo'lib, bu jarayonda Sharqiy Turkistondagi zulm, Xitoy tajovuzlarining u yerda olib berayotgan diniy besim siyosatlari haqida qisqacha to'xtalgandan keyin Sharqiy Turkiston haqida kollektiv duolarda bo'lindi. Faoliyatda Qirg'iziston Uyg'ur ittifoqi, Jalolobod oqsoqollari kengashi, Alshir Hoji, Nasir Oxunov Sharqiy Turkiston xalqining dunyoning qayerga borsa öz madaniyati, Sharqiy Turkistonlik Uyg'urlar öz madaniyati va öz kimligini yo'qotmasdan mavjud bo'lib turayotganligini tilga olib o'tgandan keyin dunyo musulmon ulamolarga dadil so'z qilib, Xitoy tajovuzlari tarafidan barliq huquqlar tortib olinib, bir butun millat sifatida yo'q qilinish oldi turgan Sharqiy Turkiston musulmonlarini, dunyo jamoatchiligining e'tibor bermayotganligini, dunyoning har qaysi rayonlaridagi musulmonlar zulmga uchragan bo'lsa, ular haqida to'xtamasdan duolar qiladiganligini. Ammo Sharqiy Turkiston xalqi va fuqarolarining unutib qilinganlik, o'z dardini dunyo xalqiga anglatishdan ojiz kelayotgan Sharqiy Turkiston musulmonlari haqida dunyo musulmonlaridan duo talab qilinsa, hech ish bo'lmagandek bilmas bo'ladiganligini o'tirib qo'ygan. Turkiyadagi İbrahim Damollam so'zlarini misol qilib turib, har qaysi millatlardan to'plangan dunyo musulmon olimlaridan Uyg'ur musulmonlarini unutib qolmasligini talab qilgan İbrahim Damollamdan to'liq xursand bo'lganligini bildirdi. Hamda iftor faoliyatida qatnashgan barliq jamoatlar bilan birlikda unutilgan Sharqiy Turkiston xalq uchun va Turkiyada xizmat qilib kelayotgan Sharqiy Turkiston Ma'arif hamkorlik jamiyati, shundaqla Istiqlol televiziyasi haqida chin yuraklardan xolis, xayrli duolarda bo'lindi. Yevroasiya Türk Cemiyetleri Birleşmesi iftarlık faaliyetinde Şarkı Türkistan meselesi oturuğa koyuldu. Yevroasiya Türk Cemiyetleri Birleşmesi tarafından İstanbul'un Yeşil Ay Fatih'ta iftar faaliyeti elip verilgan bulup, 40'tan artıq cemiyetlerinin vekilleri bilen birlikte köp sanda mühim mihmanlar mı katlaştı? 21 iyun günü Yevroasiya Türk Cemiyetleri Birleşmesi tarafından İstanbul'un Yeşil Ay Fatih'ta iftar faaliyeti elip verilgan bulup, bu iftar faaliyetiga Yeşil Ay müdiri Savaş Yılmaz, Qırğızstanın İstanbul'daki baş elçisi Erkin Supukov ve Yevroasiya Türk Cemiyetleri Birleşmesiga bağlıq bolğan 40'dan artıq cemiyetlerinin vekilleri bilen birlikte köpligen tekliflik mihmanlar qatnaşdı. İftar faaliyetinde Yevroasiya Türk Cemiyetleri Birleşmesi reisi İsmail Cengiz söz qilib, mübarek ay ve Qadri kechasida elib berilgan bu iftar faaliyetiga qatnaşgan barliq qarindoshlarga hurmat ve salam yollaydiganligini bildirdi. İsmail Cengiz Türk dünyasının mevcut bo'layotgan masalalar ve bu masalalarni hal qilish yo'llari haqida to'xtalib, 1949 yildan beri Xitoy tarafidan besilinib, eng og'ir zulm va assimilyatsiya xavfi ichida turayotgan Sharqiy Turkistondagi 30 milliondan ortiq dindosh va qarindosh bo'lgan xalqning diniy va milliy mavjudligining qo'g'dab qilinishi bizga qarashliq. Ular yillardan beri sharaflik bo'lgan bir hayot yashash uchun to'xtamay qurbonlarni berib kelmoqda. Muşundaq ahvalda hozirgi madaniy dunyoning, shundaqla Türk İslam dunyosining ün-tünsiz sukut qilishi hech qabul qilib bo'lmaydigan bir ahvoldir. Biz shuningga ishonamizki, Turkiya sirtidagi Uyg'urlar, Qrim turklari, Qorabog'lik, Afg'oniston turklari hamda 10 mingdan
100 minglagan qarindoshlarımızning insoniy qadr-qimmati bilan yashashi va erkinligi uchun qo'ldan kelgan imkoniyatini sarf qilib, iyi bo'lganligi ishonimiz deganlarni bildirgan. U so'zda yana shu unutilmaslik kerakki, asli ota tuproqlarimizdagi 30 milliondan ortiq bo'lgan musulmon turk xalqining insoniy qadr-qimmati bilan yashay olishi u tuproqlarda xotirjam, muqim o'ltiraqlashishni kapolatga ega qiladigan sharaflarning biridir. Sharqiy Turkistondagi muqimlik va tinchlik shubhasizki Osiyo jo'grafiyasiga baxt elib keladi. Bu nuqtadan dindosh va qarindosh bo'lgan qo'shni davlatlarni qarindoshlarcha muomalada bo'lishga, dunyo xalqini insof qilishga chaqiramiz deganlarni o'tirib qo'ygan. Qozog'iston xalqi hukumatidan Sharqiy Turkistondagi qozoqlarga ega chiqishini talab qildi. Mashhur qozoq olimlari va qozoq akademiklar birlashma axborot e'lon qilish yig'ini ochib, Qozog'iston Tashqi ishlar ministrligidan Xitoyga besim ishlatib, qozoq xalqining erkinligiga kapolat qilishni talab qildi. Erkin Osiyo radiosining 20-iyundagi bergan xabariga qaraganda, Xitoy tajovuzchilari Sharqiy Turkistondagi qozoqlarning pasportini yig'ib olganligi sababidan mashhur qozoq olimlari va qozoq akademiklar birlashma axborot e'lon qilish yig'ini ochib, Xitoyning Sharqiy Turkistonda milliy buzg'unchilik harakatlarini elib berayotganligini ayblagan. Qozoq xalqining erkinligiga kapolat qilishini talab qilgan. Xabarda deyilishicha, 20-iyun Qozog'istondagi bir qism olimlar, muxbirlar yig'ini ochib, Xitoyning Sharqiy Turkistondagi qozoqlarga qilgan zo'ravonlikqa qarshi turgan. Hamda Qozog'iston Tashqi ishlar ministrligining Xitoy bilan jiddiy aloqalashib, Xitoyda yeshil kartasi bor qozoq fuqarolarining faoliyat erkinligiga va Sharqiy Turkistondagi qozoq fuqarolarining erkin holda Qozog'istonga kelib, Qozog'istondagi tuqqanlari bilan jam bo'lishga kapolat qilish talab qilgan. Xabarda deyilishicha, Qozog'iston hukumatı va xalqarodagi 40 necha davlatda yashayotgan qozoqlarning qarshi turishi va norozilik bildirish natijasida 19-iyun Xitoy tajovuzchilari Sharqiy Turkistonda qozoqlardan yig'ilingan pasport va yeshil kartalarni qaytarib berish haqida jiddiy uqtirish tarqatib, qozoqlarning yeshil karta va pasportlarini o'z egalariga qaytarib berishga boshlagan. Hürmetli televizyon köygüçüler, şunda qilib bu haftalık İstiqlal televiziya xabarlarımız müşahede daxillaştı. Keyin qadimki programımızda görüşkice sizlarni Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.